Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan hammani qalbidan joy olishga ulgurgan S25 Ultra flagman smartfonini obzor qilamiz. Faqat undan oldin kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yish esingizdan chiqmasin. Chunki smartfonlarni o'zbek tilidagi eng zo'r obzori faqatgina bizning kanalimizda qo'yiladi. S25 Ultra smartfoni bu sun'iy intellekt va yuqori darajadagi tezlik. Qalinligi 8,2 mm, uzunligi 162,8 mm, kengligiga keladigan bo'lsak 77,6 mm. Ekrani 6,9 dyum, akkumulyatori 5000 mAh, protsessori 12 ga 16 GB, Snapdragon 8 Elite. Asosiy kamerasi 200 megapiksel, bu degani rasmlaringiz juda ham sifatli chiqadi. Kartinalar bilan ham ishlasanglar bo'ladi. Sun'iy intellekt sizlarga rasmdagi xatoliklarni to'g'rilashda yordam beradi. Ko'rishingiz mumkin, ortiqcha elementlarni bemalol sun'iy intellekt yordamida olib tashlashingiz yoki boshqa joyga surishingiz mumkin. O'ng qirrasidagi power knopkasini bosib tursak, голосовой assistent Gemini chiqadi. Bu albatta ChatGPT'dagi ishlamasa ham, lekin osonroq savollaringizga bemalol javob beradi. Misol uchun, menga YouTube'dan OpenShop sahifasini topib ber deb so'rashimiz mumkin. S25 Ultra bilan texnologiyalar cho'qqisini his eting. Bu smartfonni eng hamyonbop narxda openshop.uz saytimizdan naqdga yoki bo'lib to'lashga xarid qilsangiz bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz ham mavjud. Bonus sifatida Uztelecomdan 100 GB sim karta hamda Tvcomdan 3 oylik premium obunaga ham ega bo'lasiz.